aka YouTube tomoshabinlari mana gazoblok ishlab chiqaraman deganlar uchun mana hozir mana Andijonga bir komplekt, shu 1,5 ming dollarlik komplektimiz ketyapti mana. O'zini mishalkasi. Hozir bu 220 da ishlaydigan qilib zakaz qilishgan. Mana o'zini suv yo'ngchlari, pasta botonlar tepada 110 litr tent, hamma narsalari bilan qoliplari endi pasta yoyilgan holatda. Ikkita qolipi, reskasi, arrasini olib chiqinglar. Mana arralari bilan gazoblok komplektimiz ketyapti. Vodiy bo'ylab 1,5 ming dollardan, vodiydan uzoqroq bo'lsa, dastavkalar shu joyga qarab kelishilgan holatda. Endi hozir qolipni ko'rmadinglar, mana bu yerda mana qolipni o'zini ko'rishingiz ham mumkin. Mana qoliplar. Tepasida mana reskasi. Aralash mana arralar. Mishalkani mana o'zini ko'rinishi. Mana shu holatda bo'ladi. 220 si. 380 endi 380 avtomatlari bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Endi gazoblokni tayyor kesilgan variantda chiqadigan qoliplari qanaqa bo'ladi deganlar uchun mana 6 talik rastorni quyasiz. Listlarni tiqib qo'yib tayyor kesilgan holatda chiqadi. Komplektlar. Endi avtomat liniya deganlar uchun 6,5 ming dollardan joyida dastavka shu adresga qarab mana o'zini avtomat reskasi. Mana qoliplar tagida roligi bor. Relslarga o'rnatib 10 ta qolipi, 2 tonnalik suv yo'ngchisi, mishalkasi, mana oddiy prostoy reskasi ham arralari bilan komplekt 6,5 ming dollar bo'lyapti. Dastavkalar shu adresga qarab kelishilgan holatda. Mini mishalkalar. Bag'da endi penoblok uskunalari. Penoblok mana yevro qoliplar, mana legosi. O'rtasi teshikligi mana yevro, hamma turlaridan bor. Penoblok uskunamiz mana yevro qolipdan 3 dona. Rastor bochkasi, penegenerator, mana ko'rasizlar. Latok, tumba, penalari, kompressor, mikser. Bu 850 dollar joyida, dastavkalar adresga qarab 900 dollar O'zbekiston bo'ylab 850 dollar vodiy bo'ylab qilib beradi. Belida 2 qatorli profilli komplektimiz. Bunda ham mana 3 ta qolipi, rastor bochkasi, penegeneratori, kompressor, mikser, pulsator shlankalari, latok, tumba, penalari bilan bu komplektimizning narxi 780 dollar vodiy bo'lib, 830 dollar O'zbekiston bo'lib. O'zimizning trendda bo'lgan обычный komplektimiz. Bunda ham shu 3 ta qolipi, rastor bochkasi, penegenerator, kompressor, mikser, pulsator shlanka, mana latok, tumba, penalari bilan 750 dollar vodiy bo'lib, 800 dollar O'zbekiston bo'lib. Agar joyida bo'lsa 700 dollar, 730 dollar, 800 dollar. Mana turbali komplektimizni joydagi narxi 900 dollar vodiy bo'ylab, 950 dollar O'zbekiston bo'ylab 1000 dollardan qilib beriladi mana. Ichi teshikli chiqadigan, ichiga rastor 100 lik turba o'tgan ikkita teshiga bo'ladi. O'zining latoglari bilan, hamma yo'g'i bilan kompressor, mikser, pulsator, shlanka, hamma narsalari bilan bu komplektimiz shunaqa narxlarda. Legoli komplektimiz 850 dollar joyida, 900 dollar vodiy bo'lib, 950 dollar O'zbekiston bo'ylab. Mana bu legolik bir-biriga svязка bo'ladigan. Ertaga prostoy list tiqib qo'yib, prostoy g'ish ham chiqarsangiz bo'ladi. Bunaqa o'zi o'ntiradigan bochkalar, 40, 50, 20 qoliplar, penegeneratorlar, bunaqa katta, kichik har xil assortimentlarimiz bor. Latok tumbalari o'zlari masalan pergorodga xonalari bo'lish uchun 12, 30, 60, 10 ligi, 15 lik. Umuman aytilgan turdan qilib berilaveradi. Zahirlarimiz bor mana. Mana bu yerda mana hali turbaligi hozir ichkarida ko'rdinglar, mana o'zi holatida mana bunaqa turba teshiklari bo'ladi. Ko'rasizlar, mana suv yo'ngchlari har xil 2 tonnalik. Endi suv shu manaqa garilka desa, garilkalarigacha hamma yo'g'ini qilib beriladi mana. Zahirlarimiz bor. Kimga shunaqa penoblok, gazoblok ishlab chiqarish xizmatlari kerak bo'lsa, uskunalar kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab olib borib, quyishlarni o'rgatib ishga tushirib beramiz. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab chet davlatlariga ham kelishilgan holatda kargo orqali yetkazib bersa bo'ladi. Mana ko'rasizlar, mana yerda penobloklar ham ishlab chiqariladi. Endi faqat uskuna sotib olmasdan maslahatlar kerak bo'lsa ham bemalol ekrandagi raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar.